Hey, yo, hammaga salom bolalar. Sizlar yana Zeus. Xo'sh esa, bugun biz Leon Bratning akkauntida yana start drop ochamiz. Bu safar faqat Leon Bratning akkauntini ochamiz, sababi boshqa akkauntlarni to'g'risi bilmadim. Vaqt juda ham kam, men shunchaki start droplarni ochishni boshlayman. O'zi start droplar nechta ekan? Hozir ko'ramiz. Quest bo'limiga o'tib qarasak ko'rinadi. Oy 66 ta start drop. Bu yerda hammasi ham emas ekan. Bu yerda kredit bor ekan. Bu yerda 32 ta, bu yerdan 25 ta chiqadi desam, anig'ini bilmadim. To'g'ri javobni bilganlar kommentariyga yozib beringlar. Hozir men nechta start drop ochishim. Men esa shunchaki ochaman. Xo'p, kreditlarga tegmaymiz. Oshlik narsaga tegmaymiz, faqat shu start droplarga tegamiz. Birinchi start drop давай. Hop, сверхредкий. Эпический, давай мифик. Ай-яй-яй. Mazgina. Leon prям ustimizdan kulyapti. Izovasiya qilyapti Leon. Давай. Leon deganda Leon personajni aytdim. Leon pini prям kuladigan pini tushdi. Kanlaretga, yo-mayo, uyatda endi. Хотя сверхредкий, хотя бы легендарный. Ber. Давай. Ё-моё, bu даже эпический bo'lmaydi. Ey, insof yo'qmi insof? Давай. О, эпический. Мифический, давай. Ey. Nima bu? Yana sverxi. Ё-моё. Hali biroz so'rashga 23 soat bor-u deyotganlarga ertaga vaqt qanday bo'ladi? To'g'risi men bilmayman. Ochishga ulgurmay qolishim ham mumkin. Shunga buguncha ochyapman. Agar Leon Brat zadaniyalarni qilgan taqdirda ham bitta ikkitami to'ldira oladi. Ikkita start dropni ochganimni ko'rdinglarmi, ko'rmadinglarmi? Agar legendarniy Leon Brat o'zi Telegram kanaliga yozib yuboradi. Legendarniy start drop ishda popsiklar deb. Start kirdi cho'ta server bo'lib qoldi. Yana redki. Ey, hech narsa bermasang, u bo'lmaydi. Уже 23-sini ochyapmiz, 25. Bitta mifik ber хотя бы. Oxirida legendarniy bor, o'shandan umid qilamizmi deymanda faqat. Epicheskdan 200 ta tanga. Yo-mayo, mifik bo'lmayapti bor-ku даже. Sekin ochamiz shuni. Taktika fantastika. O'ngga, chapga, tepaga, bas. О, мифический. Давай, ё-моё. О. Давай, nima chot. Давай, ko'ramiz. 1, 2, 3. И ё-моё, nima bu? Или like qilyapti. Izocham deyman bu. Bo'lmaydi bu, Brawl Stars. Uyat yo'qmi? O'zingiz akkauntingizchi, o'zingiz akkauntda start drop yo'qmi desalar, men bu sezon o'ynamadim hisob. Brawl Pass'da o'zi 22 ga olib bordim. 22 ga olib bordi degani, где-то 11 ta start drop degani, men start drop bu sezon yig'moqchi emas edim ham o'zi. Yig'ilgani ham yo'q o'zi. Voy, redki, normal narsa ber. Shu bilan o'zim akkauntim yo'q. Bu video juda ham qisqa bo'ladi. Shorts qilib yasavardim, lekin 60 sekundli bo'lish kerak bo'ladi buning uchun. Давай, сверхредкий. Ё-моё. Bu yerda 32 ta bor ekan. Ё-moyo. Yo. Yaxshi. Day bo'lmasam 32 tani ochamiz. Oxirida legendarniy prям. Давай, redki. Sal taktika fantastika qilib ochamiz. Qayli bo'pti. Hozir faqat o'ng tomonga, keyin faqat chap tomonga, keyin faqat tepaga, keyin faqat pastga qilaman-da. O'shanda nima tushar? O'ng tomon faqat. Hop, endi chap tomonga faqat chap sverxredki, menimcha chap tomon o'zicha norm. Tepa qilsam mifitskiy, hozir mifitskiy bo'lsa kerak ekan. O'rin qarsak keladi. Что за бизнес, сука? Pastga, tepa taktikasini ishlatamiz unda.
serxredki burchaklarni bosib ko'ramiz. Burchaklardan ham hech narsa tushmadi. Ko'zga uramiz. Har 1 sekund bosamiz. 1 Epicki. Menimcha sal taktika ishlagan sifatroq Bastard prinsipi yaxshi. Yulduzchalarni uçlarga bosib chiqamiz. O'zi ham bolalar har xil taktikani ishlatib ko'ryapman-da. Taktika ishlamaydi, aldaydi sadi bolalar. Hop, Epicki. Вроде норм коллетте прям спрей. Ага. Yana Epicki. Yo-mayo. Epickilar seriyasi deb qo'yam ekan videoni nomini bo'lib. Yana Epicki. Uyatdan bo'lib ketdi, yana bor-ku. Serxredga Mifitskiga ko'tarmayapti-da bolalar. Уже 16 ta qoldi. Sen tezroq ber, nima bu? Legendarный. Давай. Давай, начать. 1, 2, 3. Birinchi ха-ха. Звездная сила Олли. Ya nimaga? Звездная sila nima kerak? Ollida bo'lsa kerak, ammo borda 100%. 100 Ollida borda, bor-ku. Yo, faqat red tushyapti endi. Taktika fantastikaga ochib ko'ramiz. Serxredki, taktika fantastika, yana serxredki, taktika fantastika, Epicki. Yana legendar sadrop bor. Hozir prям pauza qilinglarda yozinglar nima tushishini. Keyin haqqoniy bo'ladi, o'chirib turib izmini tiqib nima qo'yinglar. Endi bu qanaqa do'stlarga pul berilayotgani yo'q, shunga o'zlaring просто sinab ko'ringlar. Nima tushishini qarab ko'ringlar demoqchiman-da. Davay. Yana redki, urot. Yana redki. Oxirgisi. Birinchi, yo. Bitta sadrop qoldi. Yo, realno qolmadimi? Boshqa sadrop. Hammasini ochib qo'ydik, уже bitta qoldi. Bir legendaring davay. Kim tavakkal qilgan bo'lsa, kimniki to'g'ri chiqqan bo'lsa, o'shanga like bosamiz, bo'lmasam biz boshladik va bosamiz. 1 2 3. Oy, mingta kredit. Menimcha yaxshi yo yaxshi emas, million yozib keting, yaxshimi yo yaxshi emasmi? Yoki sizga Epicki skin berganda ko'proq yaxshi bo'larmi? Yo'q, men bilmadim hozir mingta kredit yaxshi yo yaxshi emas. Oy. Ikkinchisiga o'chig'asini qopdi xaridor bolalar. Yana 1000 olsa, prям 1050 kerak-da. Yo, uzr, hozir emas, birodar. Siz Leonda qadrdan o'rtog'i bo'lsangiz kerak, men отказ qildim, prям. Короче, bolalar, sadrop ochish shunaqa bo'ldi. Pastda ham o'ynasa sadrop berar ekan, lekin men o'ynamayman. Xullas, menimcha bu bratga уже nima ham kerak bo'lmasa kerak, Epicki skin kerak bo'lmasa kerak. Уже 1 milliard ta skin yig'ib qo'ygan. Aytayapanu. Skinda muammo yo'q deyapti akkauntimga qarab. Shunga davay bolalar sal bilan Zeus bo'ldi. To'g'ri, bu qisqagina video bo'ldi. Bor sadropda ochganimcha ochdim. Keyin boyagi savol, Ollida rostdan ham Звездный sila bormi deb o'ylaganlar. Olli qani o'z? Olli. Mana. Da ikkita prям Звездный silasi bor ekan. Urot, mana shu tushib qoldi. Ikkita gachda bor ekan. Skinni ham olgan ekan. Ana u deyapti, Jahongir Otajonovni yiqtirib neni qiladi-ku? Yo bu jiddilarmi bolalar? Qo'lda qaranglar, ko'tarib olgan qo'lda. Normal tushunamiz, biram mana bu mayli. Короче bolalar, Salvan Zeus bo'ldi deb 1 milliard marta aytaman.
Hammaga xayr sog' bo'linglar. Like bosinglar, bolalar, like bosmagan Shellini supurgisi davay bolalar. Sizlardan